Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizning 70. soniga xush keldinglar. Bugun biz vaziyat va mulohaza degan suhbat temasining 8. sonida Cumhur raisimiz Mahmud A'lo efendim bilan suhbat quramiz. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk. Rahmet. Suhbatimizga xush keldingiz. Siz 2 oydan beri dam olib ushbu programmamizning yukidan xoli aram olib oldingiz. Albatta ko'taranki ruh, bitmas energiya va sunmas iroda bilan qaytib keldingiz deb ishonamiz. Chunki texmo shiddat bilan o'zgarayotgan vaziyatda analizlarimiz oqsab qolmaskan deb o'ylaymiz. Bizning programmamiz aql egalariga kichikina bo'lsa-mu tafakkurdan ilhom bera olsa, haqni anglata olsa, xalqimizning mustaqillik irodasini namoyon qila olsa, bizmo ozdir ko'pdir aram topamiz. Lap atadigan maydonga, g'aybat qiladigan pishit bozorga o'xshab qolmasligiga mutlaq kafolatlik qilamiz. Bosh ministrimiz Abdulahat Nur Damallamning Çin serguzashtlari orqali Barin inqilobining tarixiy chiniga yuritilgan oldin qitimliq programmamizning ko'rilish odam qitim soni faqat Facebook'da 62 ming odam qitim sonidan oshdi. Barliq ko'ruvchilarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Tarixdagi eng chong jallod Mavzudun Xitoy oldingi asrning 50-yillari Amerikaga qarshi urush qilgan. Garchi mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, numussiz sharmandalarcha tashviqoti bilan o'zini g'olib ko'rsatib, Xitoyning xo'rkini o'stirgan edi. Necha kun burun mana shu Mao Xitoyning Amerikaga qarshi so'z qilgan 53-yildagi videosi Xitoy bayonotchisi tarafidan to'rga qo'yildi. Undan boshqa Xitoy cho'ng savdo sarayi vokzal aydirimlarda birlashish degan cho'ng xatni sazo qildi. Xo'sh, Xitoyga nima bo'ldi degan temada Mahmud efendim bilan suhbat quramiz. Trump Xitoy mollariga 145% chegara beji qo'ydi. Buningdan xushalmisiz? Xitoy mollarining dunyodagi monopolligi hamda zavollik yuz tutamdi. Amerika Xitoy munosabati to'g'ri yo'nalishda ketyapti. Marhamat. Mahmud A'lo efendimniki ekran ketib qoldi o'g'ay. Yana bir qatim bizniki. Hemen Ovozimiz Adaqda savoldan boshlay, balkim anglamay qoldingiz. Trump Xitoy mollariga 145% chegara beji qo'ydi. Bundan xushalmisiz? Xitoy mollarining dunyodagi monopolligi hamda zavollik yuz tutamdi. Sizcha Amerika Xitoy munosabati to'g'ri yo'nalishga ketyapti? Sualınız cevabım aldı bilen yakında Amerika'nınki cümleden Trump hükümetininki Xitayga koyuvatkan tamojni beji haqidagi xabarlar meni xo'shal qildi. Ama meni xo'shalliqim bir xil ehtiyotchan xo'shallik deb ta'riflashga bo'ladi. Amerika tarixida bo'lapmi Nixonninki Xitoy darvozasini ochgandan keyin Amerika tarixida tunji qitim Xitoyga bo'lgan cho'ng ko'lamlik bir jazo xarakterlik bir tamojni beji ishi bu. Bu tarixda bek muhim ish bu. Ya'ni 1970-yillarning boshlarida Nixon, Amerika prezidenti Nixon bilan Kissingerning ikkisiniki qilgan ishida Xitoyni asosda dunyo bozoriga oldi bilan G'arbning dunyosiga tunishtirdi. Keyin dunyo bozoriga ekilishda dastlabki halqiliq rol o'ynagan bir uchirish bo'ldi deb qaraymiz. Endi Henry Kissinger Amerika'nınki tashqi siyosatininki peshvosi. Buni hammamiz bilamiz. Ya'ni 1960-yillardan tortib ta yaqingacha bo'lgan mezgilda Kissinger intayin muhim rol o'ynadi Amerika'nınki tashqi ishlar siyosatida. Ham Xitoy bilan bo'lgan munosabatni bek muhim o'rin qo'yib keldi. Endi Kissingerninki bek qisqacha aytgan vaqtida asosliq tashqi siyosat metodi ideologiyani bekor qilish, o'zaro manfaat yetkazish asosida birga turish deydigan bir xil nimasi bor. Prinsipi bor. Bu prinsip Xitoyga bek tushdi. Ya'ni ideologiya
soğuk münasebetler urushda kommunizm bilan kapitalizm, ya'ni erkinlik bilan mustabidlik o'rtasidagi bir kurash o'tirg'i g'oyat zo'rdan chiqarilgan, butun dunyodagi medialar sayrigan, bularni g'arbdagi medialar. Ammo 70'lardan keyin gerçi Xitoy sobiq Sovet ittifoqidanmi vahshiy bir sotsialist davlat bo'lishiga qaramay, Xitoyning kommunizmlik aloyidaligi g'arbning medialarida asosan o'chashga boshladi. Xitoy go'zallashtirilib, dunyoninki bir xalqaro bir davlatlarninki bir yaxshi bir a'zosidek bir xil salohiyat yaratildi. Shuning bilan biz bilamiz 89-yildagi o'quvchilar harakatini Tiananmen maydoni o'quvchilar harakatini Xitoy qanliq bostirgandan keyin dunyo ozdir Xitoy embargo yurgizib baxtiyu, ammo keyin asosda bo'shab, chunki g'arbninki jumladan Amerikaninki Xitoyda iborat bir bozorni ichishdan iborat bu istiki bilan Amerika siyosiy ta'sir ko'rsatib, bu asosda Amerika Xitoyni ayblashdan, hatto uningga jazo xarakterlik vositalarni qo'llanishdan az to'la voz kechishga boshladi. Men bu yerda bir narsani eskartib qo'yay. 1996-yili Nancy Pelosi deganimiz Amerika Kongressining so'zchisi bo'lgan, Amerika Demokratlar Partiyasining eng g'olliq liderlarining birisi. Hozir Hillary Clinton bilan birga bu ayolninki 96-so'zgan bir nutqini qarshi kuni men Twitterda yoki X'da uchirtib qoldim. U ayol shunchaq debdi 96-yili. Hozir Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi passiv savdo balansi 35 milliard dollarga chiqdi debdi. 96-yillik gap bu. To'g'ri. 97-yili Clinton hukumati nimani Xitoyni xalqaro savdo ittifoqiga kirgizdi. Shuning bilan Xitoyninki mollarininki dunyoga to'kin bo'lib setilishidan iborat to'salg'iga qolmadi. G'arb kichik huquqni tilganmas bo'ldi. Xitoyninki dunyo bozoriga kirishda barliq vositalarni ishlatishdan iborat g'aljirona qilmishlarini ayblamas bo'ldi. To'g'ri. Masalan, Xitoy qanday qildi degan vaqtida odatdagi savdoninki markalarni o'g'irlashdan tortib, cho'ng-cho'ng texniklik, cho'ng sanoat uchurlarini, davlatning bexatarlik uchurlarini o'g'irlashga bo'lgan cho'ng-cho'ng ishlarning hammasini 40-50 jinoyat qilib kelyapti. G'arbni o'tmi to'shib qilib etdi. Bular aytgandek Kanadaninki bir bexatarlik idorasining bir odamining gapini men buni Twitterda qilib qo'ydim, muhokim qilib qo'ydim. Kanadada Xitoyning kontrol qilmagan sohasi qolmagan gap. Kanadadek bir egalik huquq davlatda Xitoyninki kontrol qilmagan sohasi, siyosatdan tortib iqtisodgacha, pul muomalasidan tortib dehqonchilikgacha, harbiy sanoatdan tortib odatgacha hammasi shunday bo'ldi. Endi xo'sh, endi gap kelaylik. Trump nima uchun bu savdo bejini o'ttirib qo'ydi? Savdo jazolat xarakterlik tamojna bejini o'ttirib qo'ydi degan vaqtida yana bir misolni keltiray. Marco Rubio o'ziningki tashqi ishlar ministrlik vazifasiga o'tgan vaqtda mandaq bir cho'chtarlik, ammo bizni hayron qoldirmaydigan, ya'ni dunyo cho'chtarlik bo'lsa-mu, mandaq bir jumlani qildi. Ya'ni dediki, agar 10 yilgacha Xitoyninki bizni mushundaq ta'minlab, Xitoyning mollari bizga mushundaq to'kmalab kiraverib qolib qolsa, Amerika iqtisodi o'ladi dedi. Bu nima degan gap degan vaqtida, Covid vaqtida G'arb jumladan Amerika shuni qo'rqinish ichida bayqadiki, barliq supply chain deymiz-ku, ya'ni ta'minlash halqalarining hammasi Xitoy tarafidan kontrol qilingan. Amerika hattoki bir jingni ishlab chiqaramaydigan yerga berib qilayotgan holat kelyapti hozir. Jingni. Hatto uning cho'ng-cho'ng harbiy sanoatlarga ishlatiladigan ushaq-tushak uzaklar bo'lsin, yoki zapchastlar bo'lsin, hammasi Xitoydan kirgizildi. Demak, Amerika to'liq Xitoyga beqinayotgan gap. To'g'ri. Amerikaninki sanoati vayron bo'layotgan gap. Bundaq bo'lgan vaqtda Xitoy asosiy dunyoning sanoat mahsulotlarini ta'minlaydigan, Amerika buningdan bahramand bo'ladigan shunday bir passiv bir holat shakllandi. Endi buningki o'zaro savdo balansidagi ahvolga qarasak, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi passiv savdo balansi o'tgan yili 295 milliard dollar bo'lgan gap. Ya'ni Amerikaniki Xitoyga eksport qiladigan mili bilan Xitoyning Amerikaga eksport qiladigan mili o'rtasidagi balansda Xitoy ko'p chiqaradigan Amerikaga, Amerika Xitoyga oz kirgizadigan bo'lgan. 290 Nancy Pelosining gapini eslaylik. 96-yili 35 milliard de passiv balans. Hozir 295 keldi. 7-8 hassa o'sdi. Bu o'sish davomlashaverdi. Xuddi Marco Rubio degandek, agar tadbir qo'llanilmay qoldigan bo'lsa,
Xitoy bütün G'arbni jumladan Amerika bozorlarini kaltukisi egallaydi. Amerikada g'oyat zo'r ishsizlik kelib chiqadi. Amerika hech ishlab chiqarmaydigan ahvolga kelib qoldi. Bu xil ahvolni ko'rgan hukumat, Trumpning hukumati Xitoyga tamojni bekor qilib zarba berishdan iborat bu neni o'ttirib qo'ydi. Hamda tamojni beni hozir bo'layotgan bu datalashlar, hozir bo'layotgan savdo urushi noqulaldagi savdoga bog'langan ish emas bu. Yoki import eksport haqidagi ish emas bu. Balki bu masalaning negizida elib o'tgan vaqtda Amerikaningki bexatarligiga bevosita munosabatlik, hattoki Amerikaningki hayot mamotiga munosabatlik bir ish. Agar Xitoyga hozirgida qarshi tamojni beji qo'yilmaydigan bo'lsa, abay men deganimdek Amerika unsiz vayron bo'ldi. Hamda bu tamojni bejining nimasi kelar 145% ga chiqdi. Xitoyni o'stirib 1%ga chiqadi Xitoy hozir. Bugun atdigan xabarga qarsam bu yerda ba'zi bir sanoat elektronlik mahsulotlardan ilindigan tamojni beji hozircha bekor qilinibdi. Bu endi bekmo yaxshi xabar emas. Yaxshi xabar emasligining sababi nima degan vaqtida bu masalan buningda cho'ngroqqa aqlli telefonlar bor. Aqlli telefonni kim bor desa Alma bor. Alma kabi bu kooperatsiyaninki Xitoy bilan bo'lgan munosabati intayin yaqin. Hattoki Almaningki Uyg'ur majburiy yoki qo'l emgikini ishlatganligiga oid nurg'unlagan paketlar bor. Alma shirkati axloq jihati bo'lsin, sud axloq jihati bo'lsin, intayin razil qilmishlarla shug'ullanayotgan bir cho'ng bir kooperatsiya bu. Bularninki Amerikaningki hukumati bilan bo'lgan munosabatida besim tushiralaydi. Xitoyningmi dal Uyg'ur qul emgikini bularga berish orqali bularning gelidan ilib turib, bularning qul orqali Amerikaning gelini bo'g'moqchi edi asli. Kooperatsiyaning eng xatarli tarafi bu. Buningda Google bor, Meta bor, Twitter bor. Buningda saq bir kooperatsiya yo'q. Xitoyningki kontrolga tushmayotgan, hatto Tesla'chi bor. Bularning qo'rqinch tarafi bular milliard dollarlik cho'ng bir kooperatsiya bo'lganligi uchun bular Amerika xalqining manfaatini o'ylamaydi. Bularning o'ylaydigini faqatla dollar. Ya'ni o'zininki pay cheklarininki manfaati, ularninki qamchisi ostida bular faqat kapitalni ko'paytirish uchun nima qildilar? Harakat qildi. Shuning uchun abay deganim ehtiyotchan xo'shallik deganim bu xil narsa uzoqqa davomlashsa Amerika uchun yaxshi bo'ldi. Qanday bo'ldi? Trumpningki oxirgi maqsadi hozir Amerikani qaytadan sanoatlashtirish. Industrialization. Qayta sanoatlashtirish. Yo'qolgan sanoatini mashinsozlikdan tortib, uzak ishlab chiqarishdan tortib, toki sun'iy aqlgacha, dehqonchilikgacha hammasida Amerika o'zininki dastlabki sanoat dunyosiga liderlik o'rnini asliga keltirmoqchi. Uning ustiga Amerikadanki bozori dunyoninki 3dan 1 bozorini egallaydi. Amerika bu qadar g'oyat zo'r bozor. Bu xil ahvolda Xitoyga bundaq tamojni beji qo'yilsa, Xitoyninki mollari retail hozir skladda saqlanib, hatto o'ttirilib ketayotgan mollarni to'xtab qolib turibdi hozir. Xitoyda g'oyat zo'r bir parakendchik sarasami tushyotdi. Bu shundoq bo'lish kerak. Bo'lmasa Amerikalik sarasami tushdi, Amerika vayron bo'ladi. Xitoy vayron bo'lish kerak. Endi bu yerda bir qiziq bir gapni qilsam, endi Rossiya bu yerda nima bo'layotdi desak, Rossiya Putin qarshi kuni debdi. Mao Zedongninki sovuq munosabatlar urushda sobiq Sovet ittifoqi bilan Amerika ikkisi elishayotgan vaqtda Mao Zedong shunday degan. Ikki yo'lbos elishsa maymun o'yin ko'rdi degan gapni qilgan. Hozir Putinmi shu gapni dedi qarshi. Ikki yo'lbos urushsa o'yin maymunga dedi. Bu degan gap Amerika bilan Xitoy urushayotgan vaqtida Rossiyaninki hozir bularninki ichida o'yin ko'rguchi tomoshabin bo'lishi hem dunyoninki jiroq kelgusi uchun intan muhim o'rin turdi. Ammo Amerikaninki meni eng ansiraydigan bir yerim, o'sha to'xta chunki bu bizlar munosabatsiz bir ishlar. Amerika hozir g'oyat zo'r, ham hech kim qilishga jur'at qilmagan shunda Xitoy qacha jazo xarakterli tamojibini elib berayotgan vaqtning o'zida Ironga qarshi urush qilishmi dumbiqim chilinishga boshladi. Bu ish tang bo'layotgan vaqtda Amerika ko'tarolmaydi buni. Bu g'alati birlashish bu.
bu aqlga sig'adigan bir birlashish emas, o'tirib tursin. Endi oxirgi gapga kelsak, bu qitimqi nimada bu tamojni bejig'ini cho'r degan holda ilib berilayotgan bu urushda eng chong bir nuqta Uyg'ur qul emgiki masalasi bor. Bu kooperatsiyaninki jumladan shu Alma qatorliq kooperatsiya, cho'ng kooperatsiyasininki qo'li Uyg'urlarning qini bilan bulg'angan. Amerika Xitoyni uzil kesil vayron qilish vaqtida Uyg'ur qul emgigini tilga olmay o'tolmaydi. Chunki Xitoyning azam baholiq mollarini dunyoga to'kma qilishga turtki bo'lgan va ularningki nimasini mollarining bahosini tushirib, ularni g'oyat zo'r bir afzallik egigan bir nuqta bizning qon qarindoshlarimizninki qini, tari, jini. Bu masala hamda Amerika hukumati tarafidan deyilish kerak. Chunki sen Xitoyni noqolalda faqat mallar bilan emas, bu malninki qanday ishlab chiqarib olganlik bilan ayiblamasang bo'lmaydi. Xalqning mayilligiga erishilmaysa, Xitoyning asli razil bu operatsiyasini dunyoga bildirgili bo'lmaydi. Buni demay turib. Shunga Uyg'ur qul emgiki masalasi, uning orqasi urushib kelayotgan Xitoyninki Uyg'urlar yili ham olib borayotgan irqiy qirg'inchiligi mana shu savdo urushida o'ttirg'i chiqishga men tilakdoshlik bildirman. Ham bu intan buyum bu haqda izlanayotgan hammamiz jumladan bizning hukumatimizning tüpki nishonlarining birisi mana shu. Bu vaqtda bizning masalamiz o'ttirg'i chiqish kerak, ham chiqishdan tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. So'zim tugadi. Rahmat. Emilet sizning deganingizdek bu bir nuqullamoldagi savdo urushi bo'lmasdan, balki buning tagida nurg'un ish bor. Eng asosli Amerikaning bexatarligiga ta'sir qilyotdi Xitoylar. Masalan, buningki misol sifatida Panama kanali va Greenlandni misolga olsak, bu tarafda tutish qilib Panama kanalininki kontrolligini askariy jihatdan qo'lga ilish oldida turdi. Bu bir cho'ng g'alaba. Mayli uningki u yerda turayotgan kompaniyasi, shirkati kimning bo'lsin, asli ayniqsa Xitoyninki Lijiaozhongninki, lekin hozir Panama hukumati chiqib bu ularningki bu kompaniyaga ega bo'lib, buni boshqarishi qonun xilof deganni qonunga arz qildi hozir. Demak, har qaysi yo'linishdan Amerika Xitoy bilan tirkishyotdi. Endi yangi chiqqan xabarda bu endi o'tirg'i tashlanayotgan gap, Xitoy o'quvchilarini Amerikadan vizasini bekor qilib, Amerikadan haydash degan bir gapni o'tirib qo'yiladi. Demak, bu cho'ng gap. Chunki bu yerdagi Xitoy o'quvchilari butun dunyoda Xitoy o'quvchilarning ichida eng jiq nisbatni egallaydi Amerikada. Demak, har tarafdan o'zida qo'lda bor qartni tang o'ynatadi bular. Kimning qo'lida nima bo'lsa shuni o'ynatadi. Bu endi siz degandek garchi bek umidli bo'lmasaqmi, lekin kim deganda mush ishni qilgan Trumpga rahmat, Amerika hukumatiga rahmat. Kim deganda endi vaqt mishak kelganda bir odam chiqib bunga qarshi turdi. Biz dedik hozir hammasi qo'ldagi kartni o'ynatadi deb, bu yerda yana bir kart bor. Bu ayni chog'da Covid bo'lgan chog'da nurg'un qalamqanchilik bo'lib ketdi. Buning kelish manbasini bilmay talash tortish bo'lib ketdi. Hozirgacha buning so'roq bo'lmadi. Ammo 2 kun burun Amerikaning Fox kanalininki xabarida Covid virusi 2019 yili 29-oktyabrdagi dunyo harbiylar tantarbiya musobaqasi jarayonida Amerikaning 7 askarida Covid yuqqanninki alomatlari ko'rilgan. Ammo bu xabar sirtqa oshkor qilinmagan deb Bayden hukumatini bu xabarni yoshirgan deb aybladi. Endi bu xabarninki hozir Fox'dek bir cho'ng mediada o'tirib qo'yilishi nimadan derak beradi sizingcha? Hamda hukumatlar va istixborot organlari ba'zida ilgari besib qo'yilgan xabarlarni keyin lozim bo'lgan vaqtida o'ttirg'i chiqirdi yoki bu xabarlarni ba'zi bir muxbirlarga berib o'tish orqali ular orqali oshkorlab turib bizning maqsadga yetadi deymiz. Menimcha hozir Xitoyga bo'lgan umumyuzlik bir ommaviy bir to'lqin qo'zg'ash zarur bo'ladi Trump uchun. Abaq so'zingizga qarshi desak, hozir Amerikada Xitoylar egilib olgan yerlar, jumladan dehqonchilik yerlari cheksiz deyishga bo'ladi. Yamancha. Anasiga eng munbat va strategik o'rindagi yerlarni Xitoylar turli shirkatlarning nomida yoki xilma-xil shakl nomida setib bo'lganda
Bo'lapmi? Bu Harbiy Amerikaning yana Amerikan harbiy bazalariga yaqin yoki shu nima qilganda bu Amerikaning bexatarligiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bir omillarning birisi. Hozir hamda bu tamojna beji urushidan keyin xalq bu yerda bir chatoq bir ish borchu, ya'ni masalan deyli, masalan bir televizorga 145% tamojna beji keldi degan gap $100 televizorning bahosi $300 ketadi-chu. Buni Amerikaning hozirgi aslab ketgan iqtisodiy ahvolda xalq setib ololmaydi buni. Xalqning alohidalik ko'pincha degan vaqtda bugunni o'ylaydigan bo'lg'achqa xalq ko'p qismi televizorni ololmaganliklari hukumatga qarshi turishi mumkin. Yoki turli shakllarda o'zining noroziligini bildirdi. Buning uchun Xitoymi buni o'ziniki propaganda kampaniyalarida buni o'ynaydi, Amerikaliklar o'ynaydi. Xuddilik bu Amerikani zanglik qildiganlikqa nimani ishlab chiqardi-ku, aylaqa zavodda Amerikaliklar ishlayotgan nimasini. Shunda o'ynaydi hozir. Mushundaq ahvol asta Trumpning hukumatining qilayotgani hozir public campaign, public ya'ni ommaviy uchur kampaniyasi bu. Ya'ni Amerika Xitoylarga texdimi Amerika Xitoy hukumatiga o'ch qilish uchun mushundaq bir narsani o'ttirib chiqarmasi bo'lmaydi. Men shunday tushunaman buni. Ammo COVID bu Amerika tarixidagi emas, dunyo tarixidagi qo'rqinchli bir ofatlarning birisi. Bu yerda kam deganda 20 million odamning jini vayron bo'ldi deyishga bo'ladi. Buningda Xitoyning qo'li bor. Endi men misoldan elib aytgan vaqtimda Xitoyningki bu yerda atalmış Wuhandagi virus tadqiqot o'rnidan chiqayotgan ish yo'q. Uni maxsus Xitoylar qo'yib bergan bo'lishi kerak. Ammo Xitoylar qo'yib bergan va bu haqdagi uchurningki Amerika tarafidan, Amerikadagi byurokratlar tarafidan, jumladan Biden hukumati tarafidan bosirilib qo'yilishi bu ishning unchalik oddiy emasligini tushuntirdi. Bu dunyoviy bir g'oyat zo'r bir pandemikninki butun dunyoda o'xshash shaklda insoniyat tarixida ko'rilib boqmagan shaklda insonlarningki harakatlarininki kontrollik ostiga ilinishi. Masalan, menish erkinligi, so'zlash erkinligi, bayon qilish erkinligi bir tutash yer shariviy xarakterlik kontrollik ilindi. COVID noqolalda virus haqidagi bir ish emas. İnsaniyatni kontrol qilish haqidagi dastlabki utuqliq bo'lgan bir qo'rqinchliq bir tajribaning birisi bu. Buningda bir Shvetsiya azroq o'zining ishlarini qilib baqdi. Herd immunity degan narsani qilib biz bu xalqni qilmay faqat bir davlat qila oldini. Herd immunity deganimiz ommaning o'ziningki immunity sistemasi tayinish kerak degan gapni bildirdi bu. Ammo dunyoda buning sirtida qola olgan bir davlat yo'q. Bütün siyasiyonlar xuddi bir yerdan buyruq bergandek o'xshash narsa o'qib berdi televizorlarda. Bu yer sharilashgan kontrollikning bir xil. Hattoki sizning bir deganga bir gapingizni chiqarayman. Buning orqasida kimlarning borligi, jumladan Xitoyning borligi. Xitoy yolg'iz emas lekin buning orqasida. Boshqa cho'nqur kuchlar bor. Bular tek o'tirg'i chiqqani yo'q. Bular o'tirg'i chiqqani yo'q bo'ldi ekan, ular ham kuchda degan gap. Ularning kuchi xo'rmagan gap. Ularningki COVIDdan cho'nqroq bo'lgan narsalarni, ofatlarni insoniyatga tangalash mumkinchiligi hech azaygani yo'q. Ham azaymadi, ham aldirab azaymaydi. Shunga mushundaq vaqtning o'zida Xitoyni jazoga tortmay turib, dunyoninki kelgusidan gap ochqili bo'lmaydi. Bularni COVIDninki kimning COVIDga mas'ul ekanligini bilmay turib, bularni jazoga qonunning 20 million kam deganda 20 million o'lgan odamlarningki adolat uchun va millionlagan, milliardlagan odamlarningki shu kun yo'qotgan narsalarning adolat uchun bundaq bir so'roqning bo'lishi intayin muhim. Buni da Xitoy oldi bilan javobgar tortilishi kerak. Shuning uchun Amerikaningki Missouri shtati yaqinda bir nima chiqaribdi-ku, bir qaror chiqarib, Xitoyda 24 milliardlik COVID to'lamini talab qilish haqida. Buni Xitoy to'lamda uni bilmayman. Ammo hozirning o'zida gapni qisqartsam, hozirgi tamojna beji urushi bilan COVIDning birlashtirilib berishi Xitoyni jazolashdan iborat mana bu cho'ng bir yuzlanishninki bir-biriga bog'langan ikki tarafli deb tushunishga bo'ladi. So'zim tugadi. Rahmat. Siz degan Missourininki to'lam to'lashchi hozir osh pulni Xitoydan bevosita ololmasa, Xitoyning Missouri'dagi yerlarini bilib bilish orqali va ularning boyligini, Xitoyning Missouri'dagi
har qanday shakldagi boyliqini shuningga to'lamga to'ltish orqali bu pulni oldiganni bekitib ish boshlab bo'ldi bular. Demak, bu bir state'ninki ulgisi. Hamda Amerikada birsi boshlasalar, boshqa hammasi ergishadigan ish bor. Bu hatto bu hukumatning tarafidan emas, bu xalq tarafidan qilinayotgan ish. Agar shunday bo'lsa, agar shu bo'yicha menib qolsa, demak, buninki to'lam to'lanadigan Xitoyning javob beradigan payti keldi degan gap. Endi bu Amerika Covid'dan keyin o'zininki Xitoyga butunlay tayanib qolganini his qilib, o'zininki sirtdan keladigan tayanib qolgan mollarini tarqoqlashtirib, boshqa davlatlarga o'rlashtirib, hozir Xitoyga to'liq tayanib qolgan narsani bir qadar ozlab, bu qatamliq savdo urushidan keyin Xitoydan keldigani Amerikadan bordiganidan 5 yosh ko'pganda, ammo Xitoydan kelmasimi, uni o'rnini to'liqlaydigan yerlar bo'lgani uchun va yoki ishlab chiqarishni yo'tkaydiganlik uchun Amerika xalqiga keladigan baho farqi, undan keyin besim uncha cho'ng bo'lmaydiganligini bular mediada uqtiryapti. Ham 3-oyda Amerikaningki iqtisodida bu pek nim bo'lmadi, yomonlashish olmasdan aksincha yaxshilanish oldu. Gerçi bu savdo urushi boshlanib bo'lgandan keyin, demak, bularning hammasi yaxshi xabarlar. Xitoylarningki bevosita Xitoylarga nayt cho'ng zarba uchratadi, ammo buning zarbasi Amerikaga kelib, Amerika qattiq ziyon tortadimi, buni to'xtab qoladimi deydigan andishimizdan qutulib qolishimizga azdir ko'pdir foydasi bor. Endi biz bu Covid'ni dedik. Covid amaliyotda chiqqan vaqtda Xitoyniki Chag'an bayramidan burun chiqdi bo'ldi, Xitoy yoshirgan bo'ldi. Undan keyin butun dunyoga siz degandek shunday bir vahim tarqatildi. Hamma odam kontrol ostiga ilindi. Ammo bu shu vaqt emas, xuddi xabarda deyilgandek, uningdan burun amaliyotda tarqatilib bo'lgan. Bu savanlikdan emas, aksincha bu qasdanlikdan. Bu ikkisining mohiyatlik farqi qat'iy o'xshamaydi. Bu xabarninki eng halqiliq yeri buning qasdanlikligi oshkorlangan. Harbiylarga, bu yerga butun dunyodan kelgan harbiylar bor, bular qo'yilib bersa butun dunyoga taraydi. Buning ichida 7 askar bor ekan, bu ishlarni qilib, mushlarni ekilib, intervyuga chiqalamsa, davlatninki mudofaa ministri buni intervyuga chiqalamdi desa, bu mumkin dedi. Demak, bu qart qo'lda tutuqliq qanday o'ynasa bo'ladi? Bu bizni xo'sh qiladigan bir xabar. Hamda o'zimizning ishga kelsak, Dünya Uyghur Qurultayining bayonotchisi Dilshod Rishitning josuslik bilan ayblanib tutilishidan nimani ko'rdingiz? Xitoy josuslari shu Dilshod bilan cheklanib qoladimi? Endi buningga nisbatan bizningki sobiq Cumhur raisimiz G'ulom Osmon afandim jangdan keyin Botir to'la deb bir kichikgina yozma yozib ekan. Men bir o'qib o'tay. Mavzumiz bir xalq maqoli. Buni hammanglar bilsizlar. Bu kunlarda muhojirat jamiyatimizda ko'rilgan yangilik. Bir Xitoy josusining fosh bo'lishi bilan aslida bu fosh bo'lishi aslida pek yangilik hisoblanib ketmaydi. Shunisi inakning beshiga kelgan kun mo'zayning beshiga keldi. Sizdan qo'rqayotgandek xushomat ovozlarini anglayapmiz. Bu go'yo ma'lum bir kasbiy tillamchining to'hpisimiş kabi. 2005-yili Erkin Osiyo radiosi bir xabar bergan bo'lib, bu xabarda Dilshod Rishitning xonimining qahramonlik ish izlari alohida urg'u bilan tilga ilinib, bu mo'l qechib chiqish tajribasiga ega shvetsiyalik ayol qahramon tanishtirilgandi. Uning vatanga berishi qonunan ala Xitoy fuqarosi hisoblangan bo'lishiga qaramay, ib qilinmaganligi, pasportini Xitoy tortib olgan bo'lsa-mu, yana yoshirin yo'llar bilan qayta pasport ishlatib, bir qizni elib Hong Kong orqali qochib chiqqanligi hikoyasi mening diqqatimni tortib, men qahramonlarcha qochib chiqish haqida ta'sirot mavzusida bir majiviy maqola yozib to'rda e'lon qilgan edim. Bu maqola hozir Sharqiy Turkiston ozodlik yo'lida izlanish majmuasining 2-kitobida mavjud. Buni G'ulom akam anchada yozgan ekan. O chaqlarda do'qninki to'rida rais sahnasida o'ltirib sharaflanayotgan ba'zi siyosiy figurlar bugunga kelganda birdilla bu yangi bayqash bilan hayajonlanib, bu buyuk to'hfaning egisi sifatida bir kunlari o'zimi inak bo'lib yetishganda beshiq kelishi ehtimol bo'lgan hujumlar haqida qo'rqinishdan xushomatchilik bilan kasbiy tillamchi Botirni ko'rsatgan bo'lsa, buningga kulgulikmidir, yig'lig'likmidir?
Dәл 20 жылның алдыда нә дедіңіз деген суал ақылыңларға keçmей қалмайды. Төвәнде мен кітап түкіші мақалының бәтлеріне Erkin Asya Radyosu'nunki haberini yollap koydum deb bu ikki nemini torga yollap diken bunu birisi bu 2005 yılı aşı yakın yazgan deyman. Mausi yakın yazgını Facebook'a mışını 2005 yılı Muştof'ta bir bunun bolganda 20 yıl burun bolamkan bununki nemesini berip koygan. Çünkü bu ayalının uyadın ondan kaçıp çıkışı akılga sığmaydı o deb. Demek bu bir akılınki beşareti de hem de. Lekin hazır bugünkü kelgende bu haberler atılmış başkalarının tökpüsü katarıda torda kahraman mışında жазсын деп chiqqan deb o'tira qo'yiladi. Şunun qarta berilgan bir hadiya. Endi marhamat. Dilshod Reshidninki endi G'ulom apandimning gapiga yondashay voqeasi oddiy bir voqea emas. Bu nurg'unlagan masalalarni ichib berdi bizga, qo'rqinchli masalalarni ichib berdi. Mayli biz uni yaxshi ko'raylik, ko'maylik, uning yuzlanmaylik. Aldı bilen G'ulom apandim buni aba o'z degandek 2005-yili buni o'ttirg'i qo'ygan. Shu vaqtda Erkin Asiya radiosidagi bir muxbir qahramon bu chiqib buni tekshirmagan. Inglizchada investigative journalism deydigan bir gap bor. Tadqiqot xarakterlik axborotchilik yoki tadqiqiy axborotchilik deydigan bir atalg'i bor. Bu shunday bir ishning ishi chiqsa taki uningki eng oxirgi uzil kesil tekshirib andan bu vaqtda aniq bir nima yo'llaydi. Aksicha Dünya Uyghur Qurultiyi mushundaq bir paket o'ttirib chiqayotgan ahvol ostidami izchil turda Dilshod Reshidni Dünya Uyghur Qurultiyining bayonotchisi sifatida so'zlatkizdi. G'ulom Osmon apandim hech qachon so'zlatkizilmadiki, G'ulom Osmon apandim ma xoin deb o'ttirib chiqargan go'y 20 necha yil so'zlatkizildi. Dünya Uyghur Qurultiyi kishisi esa so'zlatkizildi-ki, hukumat har qanday ish qilsa so'zlatkizilmadi. Radio kimning qo'lida bo'ldi unda vaqtida? Radio Dilshod Reshid kabilarning qo'lida bo'lgan bo'ladi. Uyg'urlarda xoinlik muassasalashgan, sistemlashgan. Men bu sistemni ko'rsatib beray hozir. Bu yaxshi bir ish bo'ldi. Dünya Uyghur Qurultiyida yaqinda chiqayotgan, aqamoq chiqayotgan setchiliklar Dünya Uyghur Qurultiyiningki Xitoy tarafidan bir qo'lliq kontrolga ilingan bir tashkilot ekanligini, uning emas, uning dumbiqini chilayotgan Erkin Asiya radiosi hozir qismi shundoq, burun qismi shundoq, hozir qismi shundoq. Chunki mana buning isboti Dilshodning ishilar mushningki tipik yorqin isbot bo'ladi. Masalan, Uyg'ur akademiyasidek Casusluqqa oshkorlanib qolsa-mu, sen yolg'on so'zlatibsa deyishga jur'at qilolmagan bir odamning qo'l ostida kontrol qilingan Uyg'ur akademiyasi. Maqsad nima? Siyosiy jihatda Dünya Uyg'ur Qurultiyining qo'l orqali butkul Uyg'urlarning siyosiy ahvolini, butkul siyosiy da'vosini kontrol qilish. Matbuotda xalqning ovozini Erkin Asiya radiosi orqali kontrol qilish. Ziyolilarning ovozini Uyg'ur akademiyasi orqali kontrol qilish. Nima qoldimda? Bu bir piramid shaklidagi Xitoylarningki sistemlik Uyg'ur davosini kontrol qilishninki bir nimasi. Bir plani. Bu yerda Dilshod Reshid kabilar bu texi o'tirib chiqqanlari, buning ichida bekchiq chiqmaganlari. Yeli ham bor. Bu bekchiq bular. Bular bu qurilmaning ichiga shu qadar zich singdirib ekirilganki, ular buning ichida hamma ishni kontrol qilib turdi. Shuning uchun bizning ishimiz 30 yilni yazib ilgari basmagan bo'ladi. Anadan bu yerda hatta yerlik tashkilotlar, Dünya Uyg'ur Qurultiyiga tava yerlik tashkilotlargacha bu piramidaga qitilganlik uchun ular yerlik xalqlarni mush orqali kontrol qildi. Xuddi ma Xitoyninki Allar birligi boshqarmasi degandek gapamda. Toki yuqoridan Germaniyadan tortib, toki Avstraliyaning bir mahallasigacha Dünya Uyg'ur Qurultiyining bu piramida shakllik sistemasi Uyg'urlarni kichik Uyg'urlar shu odatli Uyg'urlardan tortib, kichik tashkilotlardan tortib, boshqa barliq faoliyatlarning hammasi bir qo'lliq sistemalik kontrollikqa ilingan
qo'rqinchli bir ish bu. Dilshod buningda g'olliq rol o'ynagan. Endi bu birinchisi. Ikkinchisi gap. Dilshodningki bunda qarasa Xitoyning josusligininki naqadar ustuqla uğraştığını görəlisizlər. Dilshod Xitoyni tillaydı. Ya, to'g'ri. Mendan o'taraq tillaydı. Buninglikdan qahramon bo'lib qolamdi ekan. Tillis qahramon bo'lib qolamdi ekan Xitoyni. Unda bo'lmaydi. Qasdan Xitoyni tillaydı ya tillatqiziladi. Aksi uninki salohiyati bu yerda intayin yoshrin shakl. Yoshrin emas. 2005-yili bilingan bir ish. Dünya Uyghur Kurultayı'nın nemesi bilinmemdi. Sual koyanmamdı. En akalli sualda nemesi G'ulom Osman Efendi koyup sual koyashni. Hazır anlarımdı da. Qanda qarashni üktüp koyaptı. Şunu bilemem. Nimacha saqlaydi bu adamni? Nimacha saqlaydi bundaq bir gumonliq odamlarni? Uni Xitoy tillab berganlik uchun saqlamdi. Uni Xitoycha yaxshi o'g'anligini saqlamdi. Buning ziyni qancha bo'ldi? Chiqqan bo'ldi vatanda. Qanchalik uchurlar uningga uchur berganning qo'li orqali Xitoyga ketgan bo'ladi. Qanchalik odamlar dunyo Uyg'ur qultiq ishlab nurg'un narsani bermasa adresi pul ijon qilgan bo'lsa, masalan, bu pul iyonninki hammasini mushundaq josuslarninki qo'li kabi Xitoyning qo'liga tushdi. Andikin bular vatanga ziyoratga borgan vaqtida savol so'roq uchraydi va boshqa qiyin qisqa uchrab josus bo'lishga zo'rinib, necha minglagan Dilshod Rishitlar yana shu nimaninki dunyo Uyg'ur qultining ichida yer oladi. Bağansır köpüydü bu qo'shin. Necha minglagan odam bu yerda ishlaydi. Andan bularga qarshi yoki bularning gapini anglagan yoki bularning josuslikqa sherik bo'lmagandan hammasini bular dushman sifatida hujum qiladi. Ahvol bu. Hamda bu mayatda 96'dagi Xitoyning 7 nomerlik hujjatiga berib taqildigan bir ish. Shu yerdan boshlaymiz ishni. Shu vaqtda Turkiyadagi bizdinki cho'nglarimiz qatnashgan Sharq Turkistondagi qurultiyi İstanbuldagi g'oyat zo'r natijaga erishib, men buni ilgari bir degan deb chiqib ketdim, qisqacha deb o'tib ketay. Sharq Turkiston degan nomning qaytadan o'ttirg'i chiqishdan sarosima tushgan Xitoy bir turkum yoshlarni o'ttirg'i chiqargan. Bu yoshlar hali ham kontrol qilyapti bu davoni. Dolqon, mushu Dilshodlar, ishki erkinlar va Parat Yo'rin Qashmi bor. Mushlarning hammasi shu chaqdan tortib chiqarilgan va shu chaqdan tortib bu davoni kontrol qilayotganlar. Anandan keyin 96-yili Xitoy buningliklarni qamay yana Sharq Turkiston degan bir nomning xalqaralashishning oldini olish uchun har qanday vositani qo'llanishdan ayonmaydiganligini, bu vositalarning birisininki singib kirish. Uyg'ur tashkilotlarining ichiga singib kirishdan iborat bir narsa o'tirib qo'ydi. Keyin uni Abdurashid degan bizningki söyümlik kulib turadigan, ammo ichida zahar qaynaydigan raisimizmi dedi-ku. Chet eldagi bo'lgunchi kuchlarga rahim shafqat qilmaslik kerak yoki gapni takrorlab, 7-yillik hujjatni takrorlab kelib, rahim shafqat qilmaslik kerak, hatto vaqt kelib qolsa ularni ujuq turish kerak degan gapni deyalaydigan yer keldi. Demak, bu singib kirish yoki Sharq Turkistonda qurgan har qaysi tashkilotlar, mayli Uyg'urlar bilan qursin, Sharq Turkiston bilan qursin, hammasi ichiga uygularga singib kirishda bularning odamlarninki necha nimalik 10 yillik tajribalar bor. Dilshod unisida faqat do'traki desak bo'ladi, kalampayroqi Dilshod. O'zidan xotinni vatanga bag'izmagan, shunday bo'lsa Xitoyni qattiq tillayotgan, ammo o'ttirg'i chiqmayotgan bir ahvol bor. Endi oxirgi bir nuqta deyman. Dilshod Rishitning ahvoli Uyg'urlarning psixikasiga nurg'ulg'an kasalmandliklarni oshkorlaydi. Chunki hayron qolibdimish. Nimaga hayron qolasizlar? Nimaga hayron qolasizlar? Hayron qilish orqali sizlarningki Dilshod Rishit kabi josuslarni ayblamaganliginglar, uni hushyor tutmaganliginglar yoki uni to'pdan chiqarib o'tamaganliginglarni aqlash uchun hayron bo'lgan qiyofatga kirib olmanglar. Hayronlik o'zinglarningki josuslar bilan bir safda turganliginglarni bildiradigan bir bahona xolos. 2005-yili bilingan bir ishninki hozircha toki Shvetsiya hukumati tutmag'icha 20 yildan yozi mushundaq bir ablaqninki Uyg'urlarning sorunda
meydisi kirip jüreleşinin izi her bir Uygur üçün numus. Ama bu numus kanmavatıdı. Hazır caslarının yeniden eyipleşemez. Ulanı septin jiraklaştırışemez. Belki ulanın bir sept turduğan. Xuddi müşk balısını yiyendek hiç nimni kömegen, hiç nimni bilmegen, hiç nimdin habersiz ahvalda möhüspitlaş turvaldıgan reziller aramızda köpeyip ketiyotganlık üçün bu Dilşat kabilaninki köplüki ve ulanınki hizmetininki ünümlülüki bizni qo'rqinchli darajaga tushiryapti hozir. Bu masalan bunda bir formula bo'ladida, bir jas bayqalsa boshda histeriyacha hayron qilish bo'ladi. Histeriyacha ayiblash bo'ladi. Oxirisi-chu histeriyacha unutib ketish bo'ladi. Hech ish bo'lmagandek. U Dilshatga o'tirib tursin. Bizningki mush har bir tashkilotlarimizning ichida, yerlik tashkilotlarimiz ichida Dilshatning o'xshash xotini bo'lsin, yoki singlisi bo'lsin, yana bijlisi bo'lsin, yoki eng muhimi o'zi bo'lsin. Men boshqani demayman, o'zi bo'lsin. Berib kelib turayotganlardanmi chek-chegara ayirmayotgan ishlar ko'payyapti. Nima uchun degan vaqtida o'zininki jaslarini ayblamaydigan millatninki jasdi bo'lish ehtimolligi bek yuqori bo'ladi. Bundaq millatda jas bo'lish rahatlik bir ish bo'ldi. Nima uchun? Chunki bular Xitoydan nap oladi, Uyg'urlardan nap bilib, Uyg'urlarning to'ridan o'rin oladi. Uyg'urlar bunga qarshi turmagankan, bundaqlarninki jas bo'lmasiga odamninki aqli yetmaydi. Bular cho'qim jas bo'lish kerak. Chunki bular ya gap biz demasak, ya bir jasni ta hozirgacha yuziga bir tukirilib boqmagan tursa, burniga mush tegish turib tursa, bundaq millatdan jas chiqma kim chiqadi? Qahramon chiqamda. To'g'ri. Biz o'zimiz jaslarga sezimsiz bo'lib, jaslarni qo'llab berganligimiz uchun jaslarninki zeyniga eng qattiq uchirgan bir millat biz. Bu bizningki echishlik biz kasalmanlik bir ahvol. Vatanda bir ishni qilolmadik deymiz. Chat elde turib, Xitoyga qarshi namoyishmi qilma, u yomon cho'ng ish u. Hattoki bir jaslan bir nima qilib, bir meydan ajirtanmay, poqama bulmaqam emas aralashib ajdash yurishning o'zi bu aql jihatdagi kamtiklik emas, vijdon jihatdagi kamtiklik bildirdi. Yaxshi bilan yomonninki, o'ng bilan so'lninki farqi yo'q. Bir ilishang'uliq, bir nomussiz bir ilishang'uliq bo'ldi. Men shunchaki so'zlay. Rahmat. Pek yaxshi deb berdingiz bu ishni, bu yerdagi bir bog'lanishni. Mening bir hayron qoldigan ishim bordi. Bu Xitoylarninki bu medialarida davomliqla bizning ishimiz udil kelsa, Dilshatdan bir intervyu oladi-chu. Dilshatning gapini qiladi. Bu bir ajoyib bir kelishib qolgan ishda, xuddi Xitoylar, qizil Xitoylar buni mushundan ol deb yo'llab bergandeklar. Xuddi bizga yaxshi gapni qilayotgandek qiladi, lekin buningki oladigan adami cho'qim Dilshat bo'ladi. Men bunga bek hayron qoldim. Bu so'raydigan boshqa adam yo'qmidi bularninki deb. Demak, bu nihoyatda inchga o'rlashtirilgan ish ekan. Hamda bu bizningki vatanga boradigan ishlar tugimidi. Hamda Amerikada atalmış oldingi septiki da'vogarning birisi vatanga borgandan keyin bu bir qiziq nuqtaga aylandi. Lekin qiziq yeri buni qo'llovchilar ham ko'rindi o'tirdi. Nihoyatda yuzlik boshqalar beshi qilib ko'targan olimlarimiz buni to'g'ri tushunib qo'llab chiqdi. Xitoylar qo'rqib bizning chet elda qilayotgan ishlarimizdan Uyg'urlarni bag'azayotgan gap deb biraylan chiqdi. Nihoyatda Uyg'urlarimiz beshi qilib ko'tarilgan biraylan chiqqandan keyin buni to'rda boshqalar da'vo artistlari deb rasmini chiqarib qo'yapti. Buningga siz bundan burun jiq deganmish erkak qirg'inchilik to'g'risida. Bu qitim yana mushnaqa bir ko'z qarashingiz deb bergan bo'lsangiz rahmat. Amerikadagi ishni bilmayman, u yerda qanday men bu to'plada bo'lmagandan keyin nima fikrlar bo'layotganligini bilmayman, ammo abaq gapim azroq debdiman bu javobini, buni sal davomlashtiray. Bir xalqninki hozirgidek irqiy qirg'in uchrayotgan vaqtning o'zida eg'ir tushkunlik tushayotgan vaqtning o'zida nurg'un ishlarga sezimsizlashishi o'ttirg'i chiqadi. Bu sezimsizlashlarninki birisi mushu vatanga berish masalasi.
Buningda bana yamanchiq bo'ladi. Anam og'riqda, dadam og'riqda, o'ti, buti deydi-da. Asosli maqsad Xitoyninki planiga, ya'ni irqiy qirg'inchilikninki 10 jarayoni bor deb 10-sida birisi o'tirib qo'yapti ekan. Irqiy qirg'inchilik tadqiqotchisidan birisi, ismini unutib qoldim. Shuning bir gapida 10ninki oxirisida rad yoki inkor qilish shaklida bo'ladi. Endi bu bizga kelgan vaqtda bu irqiy qirg'inchilikninki eng qabih shakli buni o'zimizga inkor qilg'izishda. Xitoy inkor qilsa mayli, u bir qotil, hech zamon aldirab men qotillikni manda qildim demaydi. Tutilsinlar yoki tenib oladi yoki ishlar qiladi. Bu Yahudilik qatliamiga kelsak, Holocaustga kelsak, Yahudilarning qilayotgani boshdan oxir shu qatliamni unutqizmaslik. Hattoki hozir Amerikada ehtimol pat arada Holocaustni rad qildiganlar qonun jazoga uchraydigan yangi qonunlarni ma'qullanishi mumkin. Men buni to'g'ri xatolik to'g'risida to'xtalmay, ammo buning eng muhim bir narsa ma'la butun kuchi bilan o'zining beshiga kelgan, ota-bobolarining beshiga kelgan qatliamni unutdirmayotdi. Ular Auschwitzga borsa, uni mangulik bir qirg'inchilikninki, irqiy qirg'inchilikninki unutilmas tegishlik bir simvollik bir o'rni sifatida tashviq qilyotdi. Hech kim uyaga berib nima qilmaydi, xo'shallab bu qiladigan ish yo'q. Faqat jinoyat unutilmasin deb amal boricha kinoni, televiziya teatri va boshqa hamma narsa bunga mablag' solyapti. 70 necha yil bo'lib bo'lgan ishqa. Bizniki bo'layotgan bir ish bor. Endi vatanga berish hech bo'lmasa hozirning o'zida berish Xitoylarga o'zimizninki irqiy qirg'inchilikni inkor qilg'izish bo'ladi. Bu qanday bo'ladi degan vaqtda ashaga borgandan keyin biz Xitoyga yolvorimiz viza uchun. Uni demaydi bular, qancha yolvaganliklarini demaydi bular. Men o'tgan qatim bir qatim deganman, chatroqda o'tkazib deb. Chatroqdan qancha o'tganligini demaydi bular. Agar sizning gapingiz bo'lgan vaqtda bu ashaga berib Xitoy bizdan qo'rqib ketgan bo'lsa, Xitoy qo'rqib ketadigan Xitoy emas. Bu o'yliqi ingliz nima degan gap desa, bu gaslighting deymiz, bu boshqalarni do'tchaqlash. Ya'ni boshqalarni kichik boldek muomala qilish. Bizni xuddi kallis ishlamaydiganda Xitoylik qo'rqib ketib, shuni olib berib, bularga ko'rsatib, hech bo'lmaganligini bu orqali isbotlab turib yo'lga solib qo'ydigandek bir ish. Agar bular Xitoy qo'rqib ketib, nima qilib ketgan bo'lsa, bizdan qo'rqib ketadigan ish bo'lib qolib to'xtatib qo'ysam-ku irqiy qirg'inchilikni. To'g'ri. Yoki ichki solib qo'yib bersa yoki o'zining jinoyatiga tan olsa bo'lmamdi. Unda bo'lmaydi. Bularni appag'izib, tövbe qilg'izib, ana-manasi tug'ilganiga to'g'izib turib, matar yo'lga solib qo'ydi, ikkinchi og'iz ochamas qiladi. Vatanga berib kelgandan qaysi vatandagi qaysi ishni, qaysi mediaga deb, qaysi dag'dug'ini qo'zg'ayapti? Qo'zg'ayanmaydi. Qo'zg'atqizilmaydi. Shunday bir shart bilan borgan va shunday bir shart bilan yongan ular. Qolganning hammasi bizni aldab. Endi chataq yeri nima bo'ldi degan vaqtda Xitoy hozir bizningki jamoatimizni ikki bo'lyapti hozir. Oddiy tilda aytsak, vatanga boradiganlar va vatanga bormaydiganlar. Yoki vatanga berishdan tark qiluvchilar. Bizlar shuni qilamiz. Ammo qo'rqinchli tarafi bizning sonimiz ozlayotdi. Bizning nomussiz ziyolilarimiz, atalmış nomussiz motivar jamoat arboblarimiz bunda ishni oqlab berayotganlik uchun boshqalarning qo'rqi yo'g'inayotdi. Biz texnimni osonlikqa tushib, Xitoyga qarshi turadigan oxirgi bir necha guruhga va bizning hukumatimizda birdan bir saq tashkilotlar yoki organlar kelyapti hozir. Nima uchun? Men dedim-ku, buning hammasida bir nuqta bor bu yerda. Xalqninki josuslarga bo'lgan sezimchanlikning tuvallishi bilan vatanga berishning o'ttirisida cho'nqur bog'lanish bor. To'g'ri. Chunki hammasi nima degan vaqtida voz kechish, Xitoyni e'tirof qilish, Xitoyga qulluq bildirish iborat bir narsa bag'ansir hukm suryapti Uyg'urlarning orasida. G'alati yeri Uyg'urlar tushkunlashgan siri o'zining taqdirini qabul qilib, alakminulloh deb ilham bo'layotgan bu irqiy qirg'inchilikni unutyapti-yu, dunyoni bu irqiy qirg'inchilikni unutganlik bilan ya ayblayotdi, ya ko'ngilda buni nisbatan o'zining noroziligini agar vijdon bo'lsa azroq ifodalayotdi.
Muşunda bo'laveradigan bo'lib qolsa, vatanga boradiganlarning soni ishaveradigan bo'lib qoladigan bo'lsa, shaxs sifatida ular o'ziniki ashaga berib, o'ziniki aşı besib bo'g'isiz ko'radigan nimasini qandogan bilan chet eldagi bizning obrazimiz, bizningki kelgusi avlodlarimizga beradigan tarbiyamiz va boshqa nurg'un narsalar bu vayron bo'ladi. Biz o'zimizni qirvatidi, hali ham qirvatidi degan bir hokimiyatga bosh egib borgan ekanmiz. Bu hokimiyatning qirishini qabul qilgan bo'lamiz. Mayli e'tirof qilma, bu shunday bo'ladi. Undan keyin qaytib kelganlarning ko'pinchisi sukutdagilarga aylanib, sukutdagilarga aylanibni qolmasdan balki ovoz chiqarayotgan, Xitoyga qarshi ovozi o'chmagan intayin oz sondagi odamlarga va ular tava organlarga qarshi turyotidi. Bizni xuddi Xitoy kabi ayblayotidi. Bizni xuddi Xitoy kutgandek yolg'iz qoldiryotidi. Bizni xuddi Xitoy kabi bu ishlardan voz kechtirmoqchi bo'lyotidi. Bularning qilayotgan xizmati bu. Mayli sen Xitoyga bevosita ishlar josus bo'l desa rishtak yoki josus bo'lmadim deb o'yla o'zing bilgandek, oxirida Xitoyga josuslik qilib, bizningki eng oxirgi umidimizni Xitoyning kutganidek vayron qilib berishga to'kib qo'shgan bo'lsa. Oxirisi o'zingizning millatiga osiylik qilgan bo'lsa. Har qanday shaklda aqla buni eng oxirisi men bularni osiylar deb qarayman. To'g'ri. Bular bizni shu yerga olib bordi. Ham olib boryotidi hozir. Bu intayin xatarlik bir ahvol. Bu ahvol mushundaq davomlashaveradigan bo'lib qolsa 5-10 yildan keyin bizni quyruqimizni qum bosadi. Siyosiy da'volarimiz ig'ir tahlikiga, ig'ir odamningki yo'qligi va qahatchiligiga uchraydi. Bu ishni qildigan odam asosan qolmaydi, men deb qo'yay. Bu qo'rqinchli ahvol bu. Buni bilib turib, buni kallasi buningga bir astronom bo'lish kerak emas yoki fizikada PhD olish kerak emas buni tushunish uchun. Bak aqalli bir odatdagi bir sagak bir kalla ketadi bu ishni nega mengayotganligi to'g'risida his qilishda. Ya'ni uni faraz qilishda. Yomon qo'rqinchli bir ketyapmiz biz hozir. Bularning ovozi bag'ansir kuchayib, hatto atogin bizning yoqimizda bevosita fiziklik holda Xitoy uchun apirdigan olib keladi. Bular vatanga berish uchun, ash kichikgina manfaat uchun xeli zo'r u rezillikni qilib qo'ygandan keyin biz bir rezillikka qadam bossak, boshqa rezilliklarga asosan qo'rqmaydigan bo'lamiz. Bu insonning psixikasi shu. Bunda bir o'zimizni qirayotgan bir hokimiyatcha tizlangan ekanmiz. Xeli ishlar tizlanamiz, xeli yaloqlarni yalaymiz va xeli rezilliklarni hech uyalmasdan qila olamiz. Xitoyningki barliq keltirmoqchi o'g'ini yaloq yalaydigan, minglagan, 10 minglagan o'zi uchun ishlaydigan mana shunday nakaslarni yetishtirish aramizda. Bu qo'rqinchli ahvol bu. So'zim tugadi. Rahmat. Biz buningki bir osiylik ekanligini deganingiz to'g'ri bo'ldi. Haqiqatan bu sharmandachilik, osiylik, nomussizlik bu. Buni tushundiramiz, buningki kelib chiqishini deyishning faqat o'rni yo'q asli. Biz bir millat bo'lgan ekanmiz, kichikgina bir millat tuyg'umiz, odamiylik tuyg'umiz bo'lishi kerak edi. Irqiy qirg'inchilik bo'layotgan yerga biz o'zimiz berib Xitoyni oqlab bermasak bo'ladi. Buningdan cho'ng nomussizlik bo'lmaydi, lekin xuddi siz degandek bizning psixikamiz buzilib ketgani uchun u vatandan qaytib kelgandan keyin cho'qim so'rinlarga chaqirildi, vatanning ahvoli boshqalardan anglanadi, uni o'zining borolmaganlaridan ichinadi boshqalar. Shunday bir ahvol ko'rildi deb o'ylayman men. Yani biz beshimizga cho'ng bilib ko'targan bizning olimlarimizmi buning sababini tep berdi bizga. Amaliyotda bizningki sizni bizning o'zimizning programmamizga bekchiq taklif qilamiz, chunki bizning deyishadigan gapimiz bek ko'p. Siz bu irqiy qirg'inchilik to'g'risida kitob yozdingiz. Undan keyin natijalar o'tdi, irqiy qirg'inchilik davomlashyapti. Biz buningga bir xulosa shakllik, lekin irqiy qirg'inchilikni Uyg'urlarga aytilayotgan psixikasi to'g'riliq bir param qilmoqchi bo'lgan, suhbat qilmoqchi bo'lgan, u oldimizda turibdi. Oqtashlik kitobimiz. Onunki oxirgi betlari qolgan, uni so'zlashadigan ishlarimiz turibdi. Undan keyin hozirgi vaziyat Uyg'urlarningki taqdiri bilan bevosita munosabatli holatda taraqqiy qilyapti.
o'tiribdi. Demak, sizni yana avar qilgan oldimizda ko'p fursatlar turdi. Shunga tayyor bo'lib turishingizni umid qilamiz. Bugungi mush suhbatga ajratgan vaqtingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Bugungi programmamiz vaqt munosabati bilan musha oxirlashdi. Hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Alloh taolo. Rahmat. Rahmat. Xo'sh. Chiqib ketdikmi? Chiqib ketdik-ku deyman. Sog'liqqa qilmaydi-ku.